Eron Fors ko'rfazida nimagadir tayyorlanyaptimi? AQSh bazalari haqida keskin signal yangradi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron hududiga hujum qilishga tayyorlanyaptimi? Xavfli reja oshkor bo'ldi. Ruhiy buzilish, giyohvand moddalar va PR. Sobiq matbuot kotibi Zedinskiy haqida gapirdi. Pentagon Eron uchun katta hujum ssenariylarini ishlab chiqarmoqda. Washingtondagi yopiq uchrashuv tafsilotlari. Kim Chen In armiyaga yangi buyruq berdi. Janubiy Koreya chegarasida keskinlik oshmoqda. AQShdagi xosiyatsiz shouda 2 samolyot to'qnashib ketdi.